Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun mana biz 46 yoshli erkak kishi patsiyentimizdan ikkita pararektal oqma yara, ya'ni svish kasalligini lazer operatsiyasini boshlayapmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qadrli do'stlar, mana patsiyentimizni operatsiyaga oldik. Hozir mahalliy anesteziya ostida svish kasalligini, ya'ni oqma yara kasalligini, ikki dona oqma yarani lazer bilan bartaraf etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Davron aka, qanday? Yaxshimisiz? O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Hozir yarim soatdan keyin operatsiyangizni lazer bilan qilib tugatamiz. Aziz kuzatuvchilar, mana bugun hozir operatsiyamizni, lazer operatsiyamizdan keyin bemorimiz bemalol o'zi harakatlanib, o'zi turib yurib, aptekaga borib keldingiz, to'g'rimi? O'zingiz o'zini yaxshi his qilyapti. Hech qanday parvarish qiladigan odam kerak emas. Davron aka, lazer operatsiya qanday bo'lar ekan? Qanday hissiyotlarni boshingizdan kechirdingiz? Og'riq bo'ldimi? O'zingizni yaxshi tushundim. Men bu haqida to'g'ri internet ma'lumotlarini o'qigan edim, lekin boshimdan o'tkazmagan edim. Kecha kelib bu narsalarni ko'rdim. Başta 2 saat davomida buni ameliyotlar bajarildi. Birdan palataga olindim. Va kechqurungi qo'llardan keyin o'zim bemalol ovqatimni yedim. Va hojatga o'zim bordim. 2 marta peshob qildim. Ertalablar yana turib, yana koridor bo'ylab ancha harakat qildim. Ko'proq menimcha insoniyat ruhiyatini sozlasa hech qanday vahimali emas ekan, qo'rqinchli emas ekan. Boshida shu savollar bor edi menga. Nima bo'ladi, qanday va ko'rinishda bo'ladi degan bor edi. Sizda ikkita svish bor edi, bilasiz. Svish bu oqma yara o'zi aslida an'anaviy usulda agar kesib qilinsa juda katta jarohat bo'ladi va uni bitishi 2 oy, 3 oylab davom etadi. Undan tashqari o'sha oqma yarani joyi qaytalanish ehtimolligi juda katta. Shunisi bor edi. Hozir mana lazerni amaliyotdan keyin sizda xudo xolasa hammasi juda yaxshi, ajoyib bo'ladi. Siz menga har 2 haftada bir ko'rinib turasiz. Qolgan tavsiyalarni beraman sizga. Boshqa bemorlarimizga, mana shunaqa aziyat chekib yurgan bemorlarga lazer operatsiyani tavsiya qilarmidingiz? Albatta, kelib birinchi o'sha shifokor bilan yaxshi mutaxassis bilan suhbatlashish kerak. To'g'ri, qo'rquv hammada bo'lgan. Buni boshingizdan o'tkazgandan keyin har hozir texnologiya davrida yashayapmiz. Shunday. O'tkazish kerak. Davron aka, sizga sog'lik, salomatlik. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga barcha natijalarimizni ko'rsatib boramiz.